بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام عليكم hurmatli jamoatimiz. Inshaalloh bugungi suhbatimizda Alloh taoloning suralaridan yana biri Quraysh surasiga to'xtalamiz. Quraysh surasi o'z nomi bilan Quraysh qabilasiga tushgan, ya'ni Quraysh qabilasidagi insonlarning holatiga qarab tushgan suralardan biri hisoblanadi. Ma'lumki, Alloh taolo bizga shuncha bergan cheksiz ne'matlarning evaziga faqatgina yagona bir narsa so'raydi, u ham bo'lsa o'ziga ibodat qilish. Hech qachon bergan umr rizqiga, mol va dunyo rizqiga, farzandlar rizqiga biror marta Alloh taolo bizdan ibodatdan o'zga narsani so'ragani yo'q. Faqatgina ibodat va yana ibodat va yana ibodat. Xuddi shu o'laroq Alloh taolo ibodatni ham shunchaki so'ramasdan, balki bizga bergan cheksiz ne'matlarni eslatib, baraka topkurlar, mana shu ne'matlarni berdim, endi hech yo'q shukr qilinglar, ibodat qilinglar demoqda. Shukrni bir qancha turlari bor, ya'ni kim Alloh taolo nima ne'mat bergan bo'lsa, uning shukri o'sha berilgan ne'matdan bo'ladi. Mol dunyo bo'lsa, uni shukri o'zgalarga infoq ihson qilish bilan bo'ladi. Ilm berilgan bo'lsa, uni o'zgalarga o'rgatish bilan bo'ladi. Xuddi shu kabi, demak, kimga nima ne'mat berilgan bo'lsa, aynan o'sha ne'matni o'zining jinsidan uning shukri ado qilinadi. Alloh taolo bu oyat karimada shuni barmoqladiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Li'ilafi Quraysh ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Quraysh qabilasi qishda va yozda safarga chiqishni o'zlariga lozim tutganligi qanday ham yaxshi deb boshlanadi. Ya'ni bu yerda hammamizga ma'lum, Arabiston yarim oroli, hozirgi Saudiya hududida, xosatan Hijoz hududi, ya'ni Makka, Madina hududlarida hech qanday bir o'simlik o'sadigan joylar yo'q. Balki sun'iy ravishda ayrim joylar qilingan bo'lsa-da, hozir umumiy maydonda biror narsa o'sadigan joylar yo'q. Makkaga borsangiz ham, Madinaga borsangiz ham faqat tog' toshlarni ko'ramiz xolos. Mana shunday tog' toshlardan o'zga narsa yo'q joy, suv yo'q joylarda Alloh taolo nima qildi? Makka va Madina ahlini, xosatan Makka ahlini izzat ikrom qildi. Qishda va yozda safar qiladigan qildi, ya'ni tijorat safari. Alloh taolo bu tijorat safar qilib, qishda Yaman diyoriga, chunki Yaman diyori eskidan arablarning asl yashash joylari hisoblanadi, dengizga yaqin. Odatda tarixdan ma'lumki, insonlar suvlar bor joyda yashab qolishgan, o'tirib holda yashashgan. Shuning uchun ham qishda arablar, ya'ni Makka arablari demak Yaman tomonga, yozda esa Shom diyorlariga safar qiladi. Bu safarlarda faqatgina qishda u yoqqa, yozda bu yoqqa behuda borib kelish emas, balki oziq-ovqatlar, kiyim-kechaklar ayirboshlash uchun borishar edi. Bilamiz, Makka ahllari qo'y-qo'zilar ko'p bo'lgan, chorvalari ko'p bo'lgan. Payg'ambar alayhisalom hatto yoshliklarida nima qilganlar? Makka ahllarining qo'ylarini, echkilarini boqib berardilar. Xuddi shunday o'zlarida bor narsani atrofdagi davlatlarga, ulardan esa oziq-ovqatlarni olib kelib, nima qilib kun kechirganlar. Alloh taolo mana shu uslubni ularga tanlab bergan. Shu yo'l bilan bo'lsa-da, ularni oziq-ovqatlar ta'minlagan. Bularning eng katta yutug'i o'sha davrlarda ham hammamizga ma'lum, yo'llarda karvonlar bo'lsa, qaroqchilar, turli xil tunab ketadiganlar bo'lgan, to'g'rimi? Ammo Makkaning karvoni desa, hech kim uni oldiga tushmagan. O'sha vaqtda ham Makkaning hurmati bilan, islomdan avval ham Makkaning hurmati bilan Alloh taoloning bayti degan nomi borligi uchun Allohning mehmonlari, Allohning xizmatchilari, Allohning qo'shnilarining karvoni ekan deb hech kim uni to'xtatishga, uni mol va davlatni talashga jur'at qila olmagan ekan. Kimki Makka ahliga qattiq gapiraman desa, Alloh taolo uning qalbiga qo'rquv solib qo'yib, qattiq gapira olmagan ekan.
Shuning uchun ham Alloh taolo bu yerda minnat qilyaptiki, minnat qilish zodan faqatgina Allohga xos. Mana shunday yengillik qilib berdi sizlarga. Quraysh ahli mana shunday yengillik qilib berdi. Hech narsa yo'q joyda, ziroat ekin yo'q joyda, hozir ham borsak dunyoda topilmaydigan mevani o'zi Makka, Madinada yo'q. Dunyoda nima meva bo'lsa, hammasi Makkada, Madinada bor. Ammo birorta daraxt yo'q, mevali daraxt yo'q. Shunday izzat ikrom qilganini Alloh taolo eslatyapti. Demak, mana shunday safar qilishni lozim tutgan qanday ham yaxshi. Nima qilish kerak edi? Alloh taolo shuni yengillik qilgan bo'lsa, desa Alloh taolo o'zi aytadiki, "Falyabudu robba hazal bayt." Mana Allohning baytini qo'shnilar deb sizlarga hech kim tegmayaptimi? Endi aynan mana shu baytning Robbisi bo'lgan Alloh taologa ibodat qilinglar. Ya'ni meni izzat ikromim, meni yengilligim bilan kun kechiryapsizlar. Hech yo'q shuni shukr qilib menga ibodat qilinglar dedi Alloh taolo. Bu oyatlar xosatan Quraysh qabilasi uchun bo'lsa-da, buning ma'nolari umumiy. Butun musulmonlarni qamrab oladi. Bizga shuncha ne'mat berdimi? Demak, buni shukr nima ekan? Faqatgina ibodat qilish. Aynan bu mana shu oyatlardan kelib chiqadi. Va yana Alloh taolo oxirgi 4-oyatda marhamat qiladiki, "Allazi at'amahum min ju'in va amanahum min xawf." Ya'ni sizlarni ochlikdan to'ydirgan va qo'rquvdan omonda qilgan zotga ibodat qilgan. Xo'p, ochlikdan to'ydirgan. Quraysh qabilasini ochlikdan to'ydirgani hammamizga ma'lum. Ekin-tikin yo'q joyda, yo'q joylardan rizqini keltirib berdi Alloh taolo. Bizchi yoshligimizda, chaqaloqligimizda Alloh taolo to'ydirmadimi? Alloh taolo ota-onamizning qalbiga mehr solganligi uchungina bizni rizqlantirmadimi ular sabab? Alloh taolo onamiz sabab bizni qornimizni to'ydirmadi. Biroz katta bo'lganimizda otamiz sabab bizni to'ydirmadimi Alloh taolo? To'g'rimi? Alloh taolo agar ota-onamizning qalbiga mehr solmaganda bizni ko'chaga tashlab ketish hech gap emas-ku. Demak, ochlikdan to'ydirgan kim ekan? Alloh taolo. Buni evaziga nima so'rayapti? Nari borsa 100 yil yashaydigan umrimizda ibodat. Bu umrimizda ham balog'atga yetishga 15-12 yoshimiz chiqib ketsa, umumiy 70-80 yil atrofida qilinadigan ibodatni so'rayapmiz. Avvalgi insonlarga o'xshab 1000 yillar yashab, 1000 yillar ibodat qil demayapti. Kuniga 5 vaqt ibodat qilamiz. Shuni gina so'rayapti Alloh taolo. Xo'p, va Quraysh qabilasining arablarning xalqdan omonda qildi. Bu xalqdan omonda bo'lish hozirgacha saqlanib qolgan. Keyingi inshaalloh keyingi suhbatimizda aynan mana shu haqida bo'ladi, ya'ni Fil surasida keladi. Ularni omonda qilganligi haqida. Alloh taolo qanday omon? Hammamiz ma'lum tarixda eshitganmiz. Abraha degan bir podshoh kelib Ka'bani buzaman dedi. O'zini fil bilan kelganda nima bo'ldi? Ka'bani buzolmadi bu. Butun qo'shinlar kelib Ka'bani haram hududiga kelganda to'xtab qoldi. Alloh taolo bir qadam ham bosishga ruxsat bermadi. Hatto ongsiz hayvonlar ham bir qadam yura olmay qoldi. Mana shuni o'zi ularni omonda qilgan. Va karvonlarga hech kim yo'lda tega olmasligi, Allohning qo'shinlari deb hamma cho'chishi, mana shu o'zi Alloh taolo ularni omonda qilganligini dalolat. Hatto Hanafiy fiqhimizda saqlanib qolganki, hozirgi kungacha Hanafiy fiqhimizda saqlanib qolganki, hozirgi kungacha farazan bir jinoyatchi odam bor. Uni ushlab qamash kerak, zindonga tashlash kerak. Shu odam haram hududiga, Makka hududiga kirib qolsa, Masjidul Haramga kirib qolsa, uni hech kim qo'ldan ushlashga haqqi yo'q. Alloh omonlik qilgan joy bu yer. Qachonki o'zi zarurat bilan ko'chaga chiqsa, haram hududidan chiqsa, endi ushlaydi. Nima uchun? Alloh taolo omon qilganligi uchun yer. Alloh taolo shunaqa mehribon zotki, jinoyat qilib, Allohga osiylik qilib, Allohga qarshi chiqqanlarni ham o'z uyida izzat ikrom qiladi. Qo'ldan ushlab ko'chaga chiqarib qo'yadi. Alloh taolo shunday mehribon zot ekan. Mana shuning uchun ham Alloh taolo sizlarni ochlikdan to'ydirgan, xalqdan omonda qilgan,
sizlarga shuncha rizqlarni yengil qilib bergan shu Baytul Robbisini, demak mana shu Baytul Robbisiga ibodat qilinglar deb mana shu oyatlarni nozil qilgan ekan. Albatta yuqorida aytilgani kabi oyatni zohir ko'rinishi faqatgina Quraysh qabilasi arablarga bo'lsa-da, buning ma'nosi umumiy. Har qanaqasiga tafakkur qilib o'ylab ko'rsak, har tomondan Alloh taolo bizga rizq beryapti, ne'mat beryapti. Mana bugun bir qancha insonlar vafot etdi, to'g'rimi? Biz tanirmiz, tanmasmiz. Ularning amallari to'xtadi. Ularning rizqlari uzildi. Ular uchun tavba eshiklari yopildi. Ular uchun ibodat eshiklari yopildi. Ammo alhamdulillah biz hali hayotimiz, bizga tavba eshiklari ochiq. Alloh taolaga qaytish eshiklarimiz ochiq. Alloh taolo rahmat bizga yog'ilib turibdi. Demak, bu imkondan foydalanib o'ziga faqatgina ibodat qiladigan va shukr qiladigan shokir bandalardan bo'lishga imkoniyatlarimiz bor ekan. Shuni o'zi ham bizga bergan katta ne'mat. Alloh taolo barchamizni o'ziga ibodat qiladigan xolis bandalardan bo'lishimizni o'zi nasib aylasin. Dunyoda ham, oxiratda ham sharmandalikdan o'zi saqlasin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Amin ya robbi. Bu qilingan mav'izalarga avvalo o'zimizni, qolaversa barchamizni amal qilishimizni o'zing nasib aylagin. Mana shu oyatlarda aytilgan o'zingga ibodat qiladigan, o'zingni haqqingni taniydigan, o'zingning ne'matlaringni idrok qiladigan, o'zingning ne'matlaringga e'tirof qiladigan muxlis, xolis, muhsin bandalardan bo'lishimizni o'zing nasib aylagin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga munosib ummat bo'lishimizni o'zing nasib aylagin. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.